Do'stlar, mana shu qarchiq ko'zoynak do'koniga kirgan bo'ldik. Hozir kundilam mana shu liqmliq adam bo'lishga sabab mana shu lobini ustasi, hamda haqiqiy, samimiy. Ko'zingizda hech qanday gradus ahvoli, ko'zingizda masala ko'rilmas, masala yo'q-ka, masala bo'lsa, masala bor-ka. Shu o'zingizning amaliy ahvoliga asosan taklif fikirlarni bir vaqtida yuqordimi 4-5 xaridorlarni ziyorat qilgan bo'ldik. Mana shu ko'zinglarda har xil masala, shundaqla mana shu gradus ahvolda o'zingizlar gumonlanayotgan bo'lsanglar, dal mana shu qarchiq ko'zoynak do'koniga kelsanglar, eng samimiy, yaxshi mulozimat bilan sizlarga eng yaxshi bo'lgan, hamda mana shu aynak peyliqdek bo'lsa, aynak peylab berdi. Uzuqlik yesanglar bo'g'dak va yoki uyda o'zingizlar mana shu turmush otinglarni o'zgarsanglar bo'g'dak deb shu usullar bo'yicha sizlarga eng yaxshi taklif berdi. Bundan boshqa yana mana shu a'lochi o'quvchilarga yana mana shu taqdirnomani akasanglar yana haqsiz aynak peylab berdi. Bu yana adres bo'lsa shaharnaya, mana shu To'g'raq Yaslining yan tarafiga joylashgan, 4-o'tirning yan tarafiga joylashgan qarchiq ko'zoynak do'koni. Unda bo'lsa mana shu ko'zi og'riyotgan, ko'zidan gumonlanayotgan, mana shu ko'zim bir haqiqiy o'lchamli kasbiy holatda tekshirgan yerda tekshirsam bo'ldi degan do'stlar, shu filmni ko'plab taqdiqinglar. Rahmat sizlarga. Mübarek bo'lsin ukam. Bugun ko'zi saq chiqqanlarni arsa siz 3-chi e'lon. Ko'zingiz hech qanday masala yo'q-ka, yaxshi yeng, yaxshi armeling. Bunda ko'zga foydali gimnastika o'ynab bering, ko'zga foydali yemekni yeb bering. Hech qanday masala yo'q-ka, jumon. Men yolg'on gapirmadim, ha? Endi ishingiz qiz bo'ldi. Sizga muborak bo'lsin. Ko'zingizda hech qanday masala yo'q-ka. Masala borligini bilamsiz, bilmayapsiz. Masala yo'q deb his qilamsiz, qilmadi. Ko'zim bexillikqa yashang'iraydi. Kechisi uxlab telefon o'ynamang. Masala ko'rilmaydi. Sizni bu 50 gradusni bek hisob qilmaymiz. Necha yoshga kirdingiz? Yaşını sorsun. Ha? Yaşkensiz, ko'zingiz sağlamken, müşbit yaşang. Qat'iy masala yo'q jumon. Ham ishonmisiniz, cho'ng o'rinlarga berib, bunda tekshirib baqsangiz bo'ldi va tekshirib beqib, mandaqga desa, men uxmayotga desangiz bo'ldi jumon. Sizdan masala yo'q-ka hozir. Siz 5-chi bugun masala yo'q ko'z chiqqan. Necha yoshkirlar? 50 yoshga chiqdi. Muborak bo'lsin, sizning ko'zim hech qanday masala yo'q-kan. Mashbit yashavasizlar, lekin o'ng taraf mesib azroq telefon ko'rg'ayish bor ekan, azroq nur chekilish bor ekan. Ko'zoynakim ketmagida, ko'ziga shu obdan yeb, obdan uxlab qilibsizlar. Ko'zir masala yo'q-ka, jumsizlar. Menga ishonch qilamizlar, boshqa berib pul xashlab tekshirib baqsizlar. Masala yo'q-ka, jumsizlar. Ko'zdan masala yo'qmi ya? Masala boyoqdan uxmayman tekshirib. Lekin masala bardak his qilmaganlarmi? Ha, ko'zir qat'iy masala yo'q-ka, mana aslan. Rahmat. Nega gapirib boshqani so'rab baqsizlarmi? Mendek demasa, adam uxmaydigan şey desil bo'ldi. Ha, bo'ldi, rahmat. Ha, afsus, silninki qopslar. Silninki necha yoshkirlar? 48. Yil 48 yosh kirgan bo'lsa, sizda azroq masala bor ekan. Lekin ko'zning ichida bunda biraz uchta ahvol bormi, yo'qmi? Yo'q. Azroq biraz da ko'zida ichimda ushaq. Azroq bormi, yo'qmi? Uzoq telefon ko'rsam, yo'q, azroq. Biraz ushqanday ahvol bormi, yo'qmi? Telefonni bir mezgil ko'may vaqtlar, lekin sizning ko'z nur chechilishi bor ekan. Boshqa bunda jiroq yaqin ko'ramas masalasi yo'q ekan, nur chechilish bor ekan. Manda ko'zga aynak taqsizlar bir mezgildan keyin nur chechilish asosan o'ngishib ketish ehtimolligim bor. Ham yo'qib ketadi deyolmayman, lekin necha yosh keldi-ya? 48. Ha. Azroq nur chechilish pakasi balak masala yo'q ekan. Nur chechilish alayda bak ig'ir masalan deb ketib qolmaydi hamda. Azroq masala bor ekan, shu ko'zlarish bir narsa ko'rinib kelgan ahvol bor ekan. Oqshimsi kun o'tiray deganda bir narsani aniq ko'rolmay qolgash bormi, yo'qmi? Yo'q, unda. Yo'q, kun o'tiray, kun o'tirib qarang'ida turib aniq ko'rolmaydi ahvol bor aslida. Ashta ahvol bo'ldi, ma'lum bo'lsa. Lekin azrab ketmaslar, boshqa birini qilmaslar bo'ldi.